Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. YouTube'ga, Instagramga kirib, Shirin shakar ovqatlarni tomosha qilib, ishtahasi ochilib, lekin qilmaydigan obunachilar. Sizlar uchun bugun mana ajoyib retsept joyladim. Retsept qisqacha tushuntirib ketaman. Uyda oddiy ovqatlar bilan yoniga yeyishga zo'r salatcha. Salatchaga karamlarni ko'rib turganda turburcha to'g'raysizlar. Ustiga tuz, zira, tuz, murch, karis tuz, uksus va moy solasizlar va ozgina yaxshilab aralashtirasizlar. Qolaversa ustiga chesnok, ko'k piyoz, ukrop ozginagina maydalangan qalampir solasizlar. Oldindan to'g'rab qo'ygan bitta bodringni qo'shasizlar. Qarasizlarki, ajoyib salat. Buni faqat yaxshilab qovushtirib ustini yarim soatga bostirib olib qo'yasizlar. Men moy bilan bostirganga ahamiyat bermanglar. Uylaringda nimadir og'irroq narsa bo'lsa, bir kelladan og'irroq narsa bo'lsa, o'sha bilan bostirib qo'yishlaring bo'ladi. Men oldindan moy turgani uchun ozginagina tarelkani qo'yib, o'sha moy bilan bostirib qo'ya qoldim.